manzilga yaqinlashyapmiz. Konakdan ancha uzoqlashib ketdik. Mana qarshi yoqqa yaqinlashyapmiz. Endi o'tirib bir pas dam olsam ham bo'ladi. Kema manziliga yetib keldi. Endi tushamiz. Mana bunday zinadan tushiladi. Pastki qavatda ham odamlar bor ekan. Biz demak yuqorgi qavatda edik. Bo'stonli degan joy. Qarshi yoqadagi Bo'stonli. Kemaga chiqayotganlar biz chiqib bo'lganimizdan keyin bu yer eshik ochiladi, keyin kirishadi. Ungacha mana kemalar orqadan qoldi. Ungacha biz chiqib olishimiz kerak. Bo'stonli degan sohilning bu tomonidamiz Izmirda. Bu yerda xalqi juda boy hisoblanar ekan. Ya'ni asosan Izmirda eng boy odamlari mana shu Bo'stonli degan hududda yashar ekan. 10 daqiqalik yo'ldan yursam bozor chiqar ekan shu tarafdan. Endi bozorga qarab boryapman. Deniz Park. Et, baliq, qahvati debdi. Go'sht, baliq va qahvati ertalab nonushtalar qilinadigan joy. Kemalar.